Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz faxrlik yozuvchimiz Xolida Isroil yozgan Oltin Kash romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda qo'sh til ma'rifining jamiyatga va farzandlarimizga keltirgan salbiy ta'sirlari bilan birga O'g'iz bilan Hadiyaning muhabbat sarguzashtlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Әмма hayotga qarab olgan tunji qadamimda yo'liqqan baxtsizlik mening tinch, tuz hayot yo'limni o'zgartirib o'tgan edi. Ümidsizlik va tajribasizlik meni yana bir baxtsizlikka, o'rnini to'ldirg'usiz xatolikqa ilib bordi. Odam ba'zida ajoyib qaysar bo'lib ketudiki, uni hech narsa yengolmaydi. U yana ba'zida bo'libmi yashashdagi tayanchi bo'lgan eng yaqin kishisidan ayrilib qolgan chog'da tasavvur qilg'usiz darajada bechora va ojiz o'ringa tushib qoladi. U qalbidagi cho'nqur bo'shliqni to'ldirish uchun kuchli bir jup qo'lning yulib beshini silishiga, so'zlarini berilib anglab, tasalli berishiga tashna bo'ladi. Men bu xil holatni o'z beshimdan o'tkazdim. U bir yakshanba kuni edi. Saharda dahi iz tushmagan qorni dassab, qabrlarni aylanib o'tib, O'g'izning qabrisi oldida pichirlab oyat o'qiyotdim. Bir er kishi kelib, yondagi qabrning o'dilda yukinib o'ltirdi. Unlik ovozda nihoyatda mo'ngli qiroat qilib bo'lib, sal ichkiridagi yana bir qabrining oldiga ketdi. Qaytib chiqib, cho'ng yo'lga qarab ketayotganimda, uning bilan yana uchrashib qoldim. Tang saharda surlik qabristonlikda birər hamrohning bo'lishi yaxshi ish edi. Uningga qarab yenikkina boshlashdim. U salmimni ilib, oldimda chig'ir yo'lga tushib mangdi. Qorning oyoq ostimizdagi g'aj qilgan ovozdan boshqa daraxt uchlariga yig'ilib olgan qog'larning anda sanda qaqildashlarida surlik jimjitlikni buzib turardi. Bir pas sukutdan keyin u odam keyniga burilib, "Birər tuqqaningizni yo'qlab kelganmidingiz?" deb so'radi. U 30 necha yoshlardagi ekiz bo'y, qoramtul, chiroyida anda sanda chechak izi qolgan, qosh ko'zi quyuq kelgan illiq chiroy odam edi. Ko'zlaridan ich og'irtish, kuyinish chiqib turardi. Uning muloyim qarashlari menga xuddi yaramni siylayotgandek ta'sir berdi. Uning savoliga nima deb javob berishni bilmay, og'zimga kelganicha "Erim edi, tehi yiqilla to'y qilgan" deb umchaydim. U salgina jim bo'lib ketib, "Meningmi ayolim tashlab ketdi. Bir bolamiz bor edi" deb xursindi. Ish ana shundoq boshlandi. Bu dunyodagi beparvo, g'amsiz, baxtli odamlar ichida faqat ular menga o'xshash yakka-yagona hasratli ko'rinadi. Yaqin odamidan ayrilishning dardini tushunatdi. Keyin ikkimiz yana qabristonlikda 2-3 qitim uchrashdik. U meni yotiqimga 2 qitim istab keldi. Har qitim yotig'imda bir pas o'ltirib chiqib ketadigan chog'da ma'yuslik ichida uning meni yolg'iz tashlab qo'ymasligini, yenimda yana birdam o'ltirishini tilaydim. U menga to'y qilish taklifi qo'yganda men darhol ma'qul bo'ldim. Mushu muzdek yotig'imdan, tugmas xiyollarimdan, ümidsizlikdan qutulish uchun horg'on, oshqanda, qo'rqqanda, hasratlanganda tayanguda kuchli qo'llar uchun. To'y oqshimi u sirtqi kiyimlarini silib menga qarab kelayotganida menga shunchalik yo'chun ham xunuk ko'rinib ketdiki, beshimdan bir qapoq suv quyilgandek antikib ketdim. Uning pokiz qirilgan yuzi chiroq yo'rig'ida baqiraydi. Chiroyidagi shahvat kulkisidan ko'zlari yumilib, yo'g'on seriq tishlari butun ko'rinib qolgaydi. Yaqin kelganda tiniqidan urilgan haroq purqi bilan samsaq puroqlari birdilla ko'nglimni ilashtiribdi. Bu mening nazarimdagi kuyimchan, muloyim odam emas. İç-içidan shallaqliq chiqib turadigan boshqa birisi edi. Bu balkim uning mohiyatidir. Mening muhtoj bo'layotganim hargiz bu emas edi. Hargiz. Ko'zlarimni yumib oldim.
Көз алдымда Oğuz paydo bo'ldi. Jismidan pok yoshlik go'zalligi va sevgi urug'ib turgan yigitim oshiqona nazari bilan menga inishdi. Kiyimlarimni soldirdi. U meni so'ymoqchi bo'lganda og'izdan urilgan sisiq puroq meni yana seskandirdi. Ko'zimni lappida ochdim. Ko'z oldimda turg'ini Oğuz emas, yo'chun bir chiroy. Bichora qo'zichoqqa tashlanish oldida turgan och bo'ra. Yo'q, yo'q, menga yiqin kelma. Sen Oğuz emas, yo'qol ko'zimdan. Jinimning boricha tipirlab yulqindim. Uning yuz ko'zlarini mo'rladim. Varqirab jaqirdim. U bir qo'li bilan og'zimni etib, yana bir qo'lida ikki bilikimni omburdek qisib tutib oldi. Men xudimni yo'qotdim. Ko'zimni ochsam, g'ova qizg'ish yo'riqlikda menga qarab yotdi. Ko'zimni ochganimni ko'rib, yana hijaydi. Og'izdan sisiq puroqlar qitib. Meni aldab ekansiz-a? Aslida to'y qilmabdi ekansiz. Texi qiz ekansiz-ku, dedi. Birdilla ichimdan yig'i o'rnab chiqdi. Chaylangan qizliqim uchun, mushu kunlarga tashna bo'lib murodiga yetolmay o'lib ketgan Oğuz uchun buquldab, o'ksib, uzoqqa yig'ladim. Erim xo'rak tortib uyquga ketganda, asta o'rnimdan turib, oshxona uyga chiqdim. Oshxonadagi mash ustida bir chaynak issiq suv shing'ildab turadi. Sal nerida yo'g'on bir chilak bilan cho'ng tas, lunga, sopun degandek bir narsalar quyib qo'yilgan edi. Suni chilakka tangshab oldirmay yuyindim. Yuyinib bo'lib putimning uchida dassab, mehmonxona uydagi chamadondan o'zimning kiyimlarimni ilib kiydim. Oyig'imni kiydim. Sirtning eshigini asta ochdimda chiqib ketdim. Shu chiqib ketgancha bu uyga qayta oyoq bosmadim. U meni kunda necha vaqt izlab bordi. Yo'llarda oldimni to'sib boqdi. Maktab mas'ullariga arz qilib boqdi. Bizning ishimiz hammaning og'zida pur bo'lib ketdi. Kod-kod xotinlar har xil gap tepib boqdi. Parvo qilmadim. Bu shahardan turg'um kelmaydi. Oğuz ikkimiz orzu qilgan yiroq yerlarda u meni kutib turgandek. Bir yoqlarga bosh ilib ketkim keladi. Bir mezgil yana qabristonlikqa berib, yig'lab o'ltirib oldigan bo'lib qoldim. Kiyim-kechaklarimga e'tibor bermay, ruhsiz yuratdim. Bu xil ruhiy holatim bara-bara xizmatdoshlarim va o'qituvchilarimning diqqatini tortdi. O'zimmi o'z holimdan ansiraydigan bo'lib qolgan edim. Dal shundoq kunlarning birida Osim meni yo'qlab kelgan edi. Mushu shahardagi cho'ng bir adabiy jurnal tahriratiga bo'lingan Osim mening tushib qolgan holimga qarab ichindi. Hadiya, sen maktabdagi chog'larimizda hammamizdan jo'shqin, umidvor bir qiz eding. Hech qanday o'ngsizlik seni bo'ysundira olmaydi. Shunga biror ishqa duch kelsak, ishkilansak, gangirasak, seni izlaydik. Sen yenimizda bo'lsang, bizmi xuddi sana o'xshash g'ayratlik, umidvor bo'lib ketaddik. Qani shu Hadiya? Qani shu bizga jasorat bag'ishlay oladigan Nuzugumni, Mariya Kiorini, Zoyani o'ziga ulga qilgan Hadiya deb so'zlab ketdi. Biz bekor 3 yil do'st bo'lib, yaqin o'tmagan. U bekor ittifoq bosh yachika shujisi bo'lmagan. Uning so'zlarini anglab, jimda o'tirib qoldim. To'g'ri, men dal shunda Hadiya edim. Biroq tog'liq yeziga berib o'qituvchi bo'lishni, Makarenko, Suxomlinskiyidek donliq ma'arifchilardan bo'lishni o'ylaydim. U Oğuzning o'lib ketganini biladi. Ammo aldirab-saldirab to'y qilganligimni anglamagan ekan. U mening so'zlab berganlarimni anglab, meni ayblab ketmadi. Aksicha. Men seni tushunaman. Sen taskunlarni boshdan kechirding. Lekin yaxshi ko'rmagan odamdan vaqtida ayrilib, bek yaxshi qilibsan, dedi. U yoshda mendan kichik edi, lekin cho'ng odamlardek so'zlaydi. Ba'zida uning oldida o'zimni
ish uqmaydigan kichik qizlardek his qilib qolatdim. U o'zining tunji muhabbatda umidsizlikqa uchraganligini, o'zi maktabda yaxshi ko'rib yurgan qizni o'zining eng yaqin do'stimi uzoqdan buyon yaxshi ko'rib kelganligini uqqandan keyin ko'nglidagi muhabbatidan voz kechib, o'zini bir chetga olganligi, shu sababdan bir mezgil azoblanganligini so'zlab berdi. Biz xeyli kechgacha Keremning va boshqa bolalarning gapini qilib o'tirdik. Ularga silishtirganda mening ahvolim ko'p yaxshi edi. Men texi yosh, erkinlikim o'z qo'limda. Hayot yo'limni qayta boshlashga texi ulgurman. Ammo endi to'y qilmayman. Ömür vayet Oğuzning aslimisi, muhabbati bilan yashayman. Men ichimda ana shunda qarorga keldim. Bir oydan keyin Maarif nazoratiga yozgan iltimosim tasdiqlanib, janubdagi eng chet viloyatning Maarif qo'shiniga taqsim qilindim. Asimga bir parcha xat qoldirib, uzoq safarga otlandim. O'zim mas'ul 2 sinfning bolalari dars tashlab, meni uzatqili chiqdi. Ularni menga to'sib qololmadim. Maktab mudirimi to'sib qololmadi. Ularning yig'lashib, avtobus orqasidan yugurishib, beshidagi yog'liq shapkilarini silkitib qolganini mangu esimdan chiqara olmayman. Hurmatli tingshormanlar, sizlarga roman to'g'riliq azroq tushuncha berishni muvaffaq ko'rdim. Hadiyaning qo'lida 3 savodashning rasmi bor edi. Ular Kerem, Asim, Hadiya. Biz yuqorida o'qiganlarimiz Hadiyaning turmush kechirmishlari, ya'ni uning aslimisining birinchi qismi. Endi o'qiydiganimiz Keremning turmush kechirmishlari, uning aslimlarining birinchi qismi. Namoz bomdodni o'qib bo'lib, deriza tüvidagi ustal oldiga keldim. Ustalda oqshom oxirgi chekitni urib tamomlagan asrim, ustiga tashlangan qalam, asarning xotimasini yozg'uchi bo'yilib ketgan bir necha varaq original qog'ozi, asarni yozishda foydalangan bir necha kitob jurnal shu peti turadi. Bugungi zamon kishilariga texi to'liq ma'lum bo'lmagan klassik asar Masnaviy Sherif haqidagi bu maqolamni oxiri yezib bitkizgan edim. Ko'nglimda bir xo'shlik, vujudimda tasvirlagisiz yengillikni sezatdim. Shuning bilan bir vaqtda so'zqina afsuslikmi yo'q emas. Bu naqobilliqim sababli asarni o'zim orzulagan kenglik va cho'nqurlik payoniga yetkazolmaganligimdan edi. Qiyrilik, noilojlikning hasratimi bor edi. Agar vaqtni yana 10 yil keyniga surgili bo'lsidi, afsus, afsus. Kitob ishkopimdan olgan yo'g'on seriq konvertga maqolamni avaylab soldim. Men uni bir mezgil muzlatib qo'yman. Bir yoki necha oydan keyin qayta o'qib, yana bir tuzitib etib, ondan nashrga yo'llayman. Nashrga yo'llashdagi aldirang'uliq hech qachon yaxshilik ilib kelmaydi. Üstəldəki kitoblarimni kitob ishkopimga qator tizib, turkiy tillar divoni, Qutatqu bilik, Boburnoma, Shohnomalarning yeniga tizib qo'yib, derizamni keng ochdim. Saharning g'ur-g'ur shamili uyimga sudek eqib kirishga boshladi. G'ova, ko'kish yo'ruqliq ichida shahar uyg'onmoqda edi. Yiroq yaqindan qavatlik, qavatsiz binolar orasidan masjidlarning naqshliq peshtoqlari alohida ko'zga tashlanadi. Saharning salqin, sal to'zonliq havosidan bir kimlarning yo'tal tushkuriklari, ishiklarning g'ichildashlari, qattiq qumuz supurgining shart-shurt qilgan ovozi keladi. Uyimning orqasidagi yo'l bo'yiga tikilgan, ismini hech kim bilmaydigan, issiq belvog'dagi yiroq allarni, dengiz bo'ylarini eslatadigan daraxtlarning cho'ng yupurmoqlari sahar shamilda asta shildirlashadi. 2-3 yilning oldida kengmo emas, tormo emas bu yo'l yosilib, ikki tarafiga daraxtlar tikilganda, kishilar bu daraxtlarni uzunga bormay qurib ketadi deyishgan edi. Ammo daraxtlar tutib qoldi. Texi baraqsallashibmi qoldi. Bu daraxtlarning ta'liyiga shahrimizning klimatimi o'zgarib, yomg'ir ko'p yog'adigan bo'lib ketdi.
Her qitim yağmur yaqqanda daraxtlarning yupurmoqlaridan to'kildigan ovoz chiqib, havoni qansiq, yot bir puroq qoplaydi. Yağmurdan keyin bu daraxtlar texmo ranglanib, qaddi texmi ko'tarilib ketgandek ko'rindi. Qandaqlı bo'lmasin, bu daraxtlarga kunib qoldik. Lekin men ba'zi chaqlarda ilgirki osmon falak Lekin men ba'zi chaqlarda ilgirki osmon falak bo'y tortib o'gizlarimizga, yo'llarimizga soya tashlab turadigan haybat Lekin men ba'zi chaqlarda ilgirki osmon falak bo'y tortib o'gizlarimizga, yo'llarimizga soya tashlab turadigan haybat qatpoq voy to'g'ri. Lekin men ba'zi chaqlarda ilgirki osmon falak bo'y tortib o'gizlarimizga, yo'llarimizga soya tashlab turgan hayvat qapoq teraklarni seg'inib qolaman. Atdiganlik choy ustida ayolim ikkimiz xuddi o'lib ketgan qeri odamlarni eslayotgandek o'zimiz biladigan qeri teraklarning gapini qilishib ketdik. Kichik vaqtimda yumloq shahar ko'l beshida bir tüp terak bo'ladigan. Uchiga qarab ko'zimiz yetmaydi. 7-8 bola qo'lni qo'lga tutishib, atrofida cho'rgilab o'ynaydik. Akam eng pastdagi bir shexiga ilangu silib beradi. Cho'ngroq qiz bolalar ushoq o'rilgan chochlari bilan ko'nglaklarini lapildatib bas-basda ilanguch uchatdi. Bak egiz uchalaydigan qiz bolalar bor edi. Lekin onam meni yiqilib ketsan deb ushqil qo'ymaydi. Shu gaplarni qilayotgan ayolimga qarab, xuddi ilanguch uchayotganlarni menmu ko'rib turgandek yurakim dupildab ketdi. Ayolim yana: "O'stang bo'yidimi yo'g'on teraklar ko'p edi. Biz bir qitim Hazrat saylisiga chiqqandimi?" deb gap boshlagan edi. Eshikning tuyuqsiz chekilgan ovozi uning so'zini bo'ldi. U atdiganda kelgan kimdu degunicha eshik ochqib chiqib ketdi. Kelguvchi mening bir vaqtlardagi o'quvchim ekan. 1980-yillarning boshlarida bir mezgil vaqtliq o'qituvchi bo'lgan edim. Shu chaqda Mirahmatjon ismli bu yigit mening sinfimda o'qiydi. Xeyli o'tkir, tirishchan bolalarning biri edi. Yozgan she'rlarini doim menga ko'rsatib, mendan fikr so'raydi. Keyin uning oliy maktabni bitkizib qaytib kelgandan keyin qaysidir bir idoraga o'rulishib, xeyli cho'ng ishlarni tavritayotganligini anglaganim esimda edi. O'rnimdan turib uning bilan ko'rishdim. Dasturxonga taklif qilsam oldiraydim deb turib oldi. Dalanda turibla u menga o'zining dadasining topshiriqi bilan kelganligini, eg'ir kasal bilan yotgan dadasining men bilan ko'rishkisi borligini, mumkin bo'lsa hozirla mashina bilan meni dadasining yoniga elib bordiganligini aytdi. Men sal gangrashdan keyin: "Dadangiz kim bo'ladi, ukam? Dadangizni toza esimga ololmadim-g'u", dedim. "Xafa bo'lmasizlar, muallim. Mendan ketibdi. Men sizning o'qituvchilari Avut Hamudning o'g'li bo'laman." Hayronlikdan peshonamni tutdim. Dadasi o'qituvchim, bolasi o'quvchim ekan. Ammo men ularning dada bolaligini bilmaydi ekanman. Ular bilsimu menga bildirishni xohlamabdi. Yoki dada bola o'tirsida mening gapim bo'linmabdi. "Ukam, dadangiz kasal bo'lib qolganmidi? Hozir nada? Qaysi doktorxonada?" Mirahmatjon ma'yuslik bilan: "Hozir Kerembog'da operatsiyadan yangi chiqdi. Kunda sizning gaplarini qiladi. Bugun atdiganda berishimga sizning qoshlariga avatdi. Nima qilsang qilib boshlab kel" deydi. Mirahmatjon dadasiga xeyli o'xshaydi ekan. Bo'y turuqi, bo'lib bu gap qilishlari, og'izning ikki tarafidagi o'g'ri tishlari. "Ukam, men hozir borolmayman. Lekin tushga ulgurib cho'qim boray. Sizli kelmay, yotoq oldida saqlab tursizlarmi bo'ladi? Dadalariga Kerem muallim birdamdan keyin keladigan bo'ldi deb qo'ysizlar", dedim. Mijozimni bildigan Mirahmatjon ortiq gap qilmay xo'shlashdi. Men ayolimga go'shtni yumshoq pishirib, norin cho'p etishni topalab,
oqshom ko'rishni planlagan bir kitobni qo'limga oldim. Kitobni ko'ryapman. Ammo xiyolim yilidan yiliga chechilib, o'zimni majbur tashlarim hech qarg'a keladigandak emas. Oxiri kitobni qo'yib, targ'ina uy ichida uyandin bo'yonga mingishga boshladim. Avut muallimning yosh vaqtlari, dars o'tishlari, bir mezgil izdishib o'tgunimiz va keyingi ishlar bir-birlab ko'z oldimdan o'tishga boshladi. Avut muallim ayni chog'larda yosh, nihoyatda kelishgan ham mag'rur bir o'qituvchi edi. Uni Beyjingdagi qaysi bir donglik universitetni bitkizgan deyishatdi. U bizga bir mezgil psixologiya darsi o'tgan. Chet el olimlarining psixik tahlil usullarini tunishtirib, bizni hayron qoldirgan. Ham hurmatimizga erishgan edi. Shu sababdan ham bir viloyatlik bo'lganligimiz uchun uning bilan salom sohat qilishatdik. Hech bayramlarda u bizni yatiqiga chaqiratdi. Ba'zida billa ko'chalarga chiqatdik. Uning Beyjingdagi o'qishi, Beyjinglik qizlar bilan bo'lgan muhabbat sarguzashtlarini anglab, og'zimizni ichib qolatdik. Keyin ishlar o'zgarib, kishilar o'ttirsidagi munosabat murakkablashib ketdi. Bir yutqanda yetib, bir qozonning tomoqini yeydigan xotinning eri yoki xotini, kunda qarishib o'ltirib ishlaydigan xizmatdishing, bir yotoqda yetib, bir sinfda o'qiydigan yaqin bir savodishing, tuyuqsiz bir kuni aks inqilobchi, o'ngchi yoki yerlik millatchi bo'lib qilishi mumkin edi. Hatto o'zingga ishonolmayding. Bir necha odam bilan birdan paranglashib o'tirsang, aksi inqilobiy tashkilot qurgan bo'lib qolatding. Kishilar amal bor, bir-biri bilan salomlashmaydi. Kulki chaqchoq, o'ltirishlar, mungdishish, sirdishishlar yo'qolgan edi. Avut muallim maktabga kelgan istil tuzitish harakatiga rahbarlik qilish guruhining atrofidagi aktivlardan bo'lib qoldi. U nihoyat sirli qiyofatda o'zini odamlardan chetga tortib yuratdi. Kishiga nihoyat muhim ishlarni qilayotgan shaxslarda ko'rinadi. U bizni izlamaydigan bo'ldi. Ham bizga uchrashqudek fursatmi bo'lmadi. Oradan ko'p yil o'tganda uni Qashqarda yana uchirtib qilish uxlab tushimga kirmagan edi. Tunji qitim men uni turmadan chiqqanimda uzoq bo'lmagan kunlarda uchratgan. U kuni men aldirash bir ish bilan Qizil Dova tarafga ketayotdim. U chog'da Qizil Dova taraf hozirgidek emas. Qurilishlar shalong, yo'lda odammi oz edi. Xo'sh yoqmagandek aldirmay tushayotgan yo'g'on qor uchqunlari yerga tushib bo'lg'icha erib ketganligi uchun yo'l bir oz nam, teyilg'oq edi. Igiz, sal mukchaygan bir odam yiroqdan men tarafga qarab kelyotdi. Kiyim-kechak, yurish-turishidan chet nohiya bozorlarga xos alohidalik chiqib turadigan bu odamga eransizlik bilan qarab qo'yatdim-yu, xiyolim teyilib ketmaslikda edi. Agar u dal oldimga kelganda, oldiga yoki orqasiga minishni bilolmay, yo'lning o'rtasida turib qolmagan bo'lsa, men uni asla tuniy olmagan bo'latdim. Qor yanada yog'ayotdi. Men ajablanib uningga sinchilab qaradim va uni tunib olganimda nihoyat hayron qoldim. Darhol oldiga berib salomlashdim. Hol ahvol so'radim. U mening savollarimga nihoyat tasta, duduqlab javob berdi. Xuddi mening oldida hayot turganligimga ishongisi kelmagandek tingirqab qolgan edi. Qandaqli bo'lmasin, men uningga o'z ahvolimni qisqacha so'zlab berdim va uningmi 10 necha yildan beri yurtida o'qituvchi bo'lib ishlayotganligidan xabardor bo'ldim. Men uni Urumchida biror cho'ng o'rinda muhim vazifalar debla tasavvur qilganligimdan, uning qandoqlarcha chet bir nohiyaga kelib qolganligidan ajablangan bo'lsammi, eg'iz ichib so'rmagan edim. Keyin men ashu nohiyaga bir ish bilan berib, Avut muallimning uyida bir kecha qo'nib qoldim. Ikkimiz uzoq paranglashdik. Yanala tularoq men so'zladim. U boshdan oxir menga ichida nihoyat ko'p gapi bordek, ammo qandoq eg'iz ichishni bilolmayotgandek yoki nimadadir qo'rqayotgandek ta'sir berdi. Shuningdan keyin qayta uchrashmadik. Ammo men Avut muallim bilan bir nohiyada o'qituvchilik qilgan savodishim Ibrohimdan uning pensiyaga chiqqanligini,
arqa-arqadan balalarining to'yini qilganligini, oxirgi vaqtlarda uning kasalchan bo'lib qolganligini anglab turdim. Ammo nemishqidir yo'qlab borg'um kelmadi. Uning andishlik turqini eslab, balkim turmada yotgan, qalpoq kiygan, mendek bir odam bilan orlashishdan ehtiyot qilayotgan bo'lsa kerak, deydigan xiyolga kelib qolgan edim. Kim bilsin? Aslida uning men bilan bek ko'rishkisi bor ekan. Shuncha og'ir kasalligiga qaramay, kunda mening gapimni qiladi ekan. Qaraganda bu odatdagi sabablardan bo'lmasa kerak. Zodi nima sabab bo'lishi mumkin? Har xil faraz qilib boqqan bo'lsam-mu, bir-biridan aqlga sig'maydigandek bilinib, qalaymaqan o'ylardan voz kechdim. Yana bir qitim ustalga kelib, kitobni zo'r o'qib, bir necha bet o'qidim. Ammo bu chaqda oshxonadan sho'rpining mazali hidi kelishga boshlagan edi. Ayolim norin cho'pni bek o'xshitibdi. Kitobni yana joyiga qo'ydim. Ayolim agirgan tomoqni yeb bo'lib, u tomoq qachisiga ilib, dasturxonga o'rab qo'ygan tomoqni sumkamga silib uydan chiqdim. Qashqarning eng qadimgi ko'chalaridan bo'lgan O'rta oldi ko'chasidan qayrilib, Yorbaqqa qarab piyoda ketyapman. Men bu ko'chalarda piyoda minishni yaxshi ko'raman. 1974-yili Atiyaz kunlarining birida 15 yillik turma hayotimni oxirlashtirib, shahrimga qaytib kelgan kunimning atisi men tunji bo'lib mushu ko'chalarni aylangan edim. 15 yil tushlarimdan ketmagan, xiyolimdan chiqmagan bu ko'chalarni aylanib yurib, yig'lagan, ko'z yoshlarimni surtibmi qo'ymay oldimga qarab mingivergan. Miskar bozoridagi tarang-turunglarni musiqa anglagandek anglagan. Do'ptumoq bozorda xeridor bilan do'kondorning paranglarini anglab ichilib kulgan. Yeytikoqda huzurlanib o'ltirib, lampung yegan. Anjan rastisidan 4 yanchuqliq dika chapon setib olgan. Mal sotquchidan chaponning raqtining nimaligini so'rsam, u menga "Beshingdagi shapkangni dikamikin debdiman, langangzida o'ltirsang, bekormikin debdiman" degan qo'shoqni anglamaganma? Hozir moda bo'lgan raq bu, dika degan, deb javob bergan edi. Bu qo'shoq nimishqidir esimdan chiqmadi. Hozir o'ylasam, sabab uning obrazliqligida ayni yillardagi Qashqarning hammaga tunish bo'lgan bir manzarasini ixcham suratlab berganligida ekan. Talay yil o'tdi. Talay qo'shoq to'qildi. Qashqarlikning og'zi bir dunyo. Men hozirmi bu ko'chalarni ana shundoq bir tashnoliq, amroqliq ichida aylanaman. Kishilarning og'ziga qarab, aytqanlarini dilimga naqsh qilib uyulishga tirishaman. Bu ko'chalarda yashagan o'zim biladigan, anglagan odamlarni birmu-bir yodlab chiqaman. Men kichik vaqtlarimda biladigan u odamlar allaqachon bu dunyodan ketib qoldi. Ularning ayvon saroylari chiqilib, o'rniga yangi uylar silindi. Ko'chalar ko'p o'zgardi. Hozirmi to'xtamay o'zgaryotdi. Qadimgi ko'chalar, qadimgi izlar yo'qoldi yoki yo'qolyotdi. Nagilar qarasa chiqilayotgan uylar, o'zgartilayotgan yo'llar, xarobiylik, to'p-to'zon ichida ko'chayotgan odamlar, o'rilgan uylarning xarobisi ustida nimalarnidir izlab yurgan bo'voy mo'maylar. Necha ming yillik qadimgi shahar zo'r planlar bilan goh asta, goh tez qadamda o'zgartilmoqda. Shaharni cho'rida borliq kelgan ko'chman aholilarning o'ltiraq uy rayonlari, yangi taraqqiyot savdo rayonlari, har tarafga so'ylab turgan g'oyat zo'r ajdaho haykallari, naqshlari, rasmlari, o'zgacha binokorlik uslubidagi yangi binolar, katta turalg'ular hamma yerda qad ko'tarmoqda. Shundaq qilib, bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.